Ramazon oyi bu nafsni tarbiyalaydigan oy. Ro'za tutgan inson doimo Alloh taoloni kuzatib turganini his qiladi. Ro'zada siz bandalar bo'lmagan joyda ham nafsingizni yemakdan, ichmakdan Alloh uchun tiyib turasiz. Mana bu nafsni tarbiyalovchi eng katta omil. Chunki nafs xohlaganini teskarisini qiladigan bo'lsak, mana shu nafsni tarbiyasi hisoblanadi. Ramazon bu ibodat oyi. O'tgan ulug'larimiz Ramazonga shunday intiq bo'lganlarki, hatto oylar davomida ey Allohim bizni Ramazonga yetkazgin deganlar. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, ulug' zotlar Ramazon oyida ro'za tutib, ibodatlar qilib, kechalari qoyim bo'lib, qilgan ibodatlari tugagandan keyin Ramazon 6 oygacha Allohga duo qilar ekanlar. Ey Robbim, Ramazonda qilgan ibodatlarimizni qabul qilgin deb. Qolgan 6 oyda ey Allohim bizni yana Ramazonga yetkazgin deb duo qilar ekanlar. Demak, bu mana shunday ibodat oyi azizlar. Buni g'animat bilishimiz kerak. Shaytonlar kishanlanadigan, ya'ni shayton zanjirband qilingandan keyin biz faqat kim bilan qolamiz? Nafsimiz bilan qolamiz. Nafsimizni ham yengishlikda Alloh taolo bu oyda bizga katta bir fazilat berganki, imkoniyat, ya'ni ro'zador holatimizda nafsimizni yengib olamiz. Demak, mana shunday imkoniyatda ko'proq Alloh taologa toat ibodat bilan, xayr va saxovat bilan, yaxshiliklar bilan ushbu muborak oyni o'tkazishligimiz lozim hisoblanadi. Dunyodagi barcha musulmonlar Ramazon oyini sog'inib, uni katta tayyorgarlik bilan kutib oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, u zotning sahobalari, tobiinlar, solih insonlar Ramazon oyiga katta e'tibor berganlar. Bu oy kelganida nihoyatda xursand bo'lganlar. Ular Ramazon kunlari o'zlarini turli xil behuda gap so'zlardan, behuda amallardan, vaqtini keraksiz narsalarga sarflashdan ehtiyot bo'lganlar. Tillarini g'iybatdan, bo'xtondan, fahshdan, yomon so'zlardan tiyganlar. Bu mana shunday oy azizlar. Bu oy balki insonlarning qalbiga xursandchilik ulashadigan oy. Yaxshilik qilinadigan oy.